Assalomu alaykum. Qadri baland, shijoatli ustozlarimiz. Maktabgacha ta'lim bu ta'limning asosi desam adashmayman va 2017-yilda qamrov darajamiz 27% bo'lgan bo'lsa, hozir esa 77%, yil yakuni 78% ga chiqishimiz kerak. Albatta bu ham hurmatli yurtboshimizning sa'y-harakatlari va bu yo'nalishga ta'lim tizimiga alohida e'tiborlaridan dalolatdir. Bu yerda o'tirgan barcha ishtirokchilar sizlar g'olibsizlar. Bizda shunday tarbiyachilarimiz borligidan faxrlandim. Bolajonlarimizni, kelajak avlodni ta'lim-tarbiya berishda barchamizga omad tilayman va doimo harakat qilib o'z ustimizda ishlashni hech qachon to'xtamasligimiz kerak. Mo'ylaymanki, bu yerda o'tirgan barcha pedagoglarimiz shijoatli, harakatchan, bilimli ustozlardir. Yana bir bora rahmat. Sog' bo'linglar.